Assalomu alaykum hammaga. Kanalimizda ko'pchilik printer sotib olishda nimaga e'tibor berish kerak, printerlarni sotib olish bo'yicha tavsiya bering deb aytishgandi. Shularni inobatga olgan holatda bugun printer sotib olish bo'yicha ham nazariy, ham amaliy bilimlarni olishga harakat qilamiz. Sotib olishda nimalarga e'tibor berish kerak, narx-navolar bo'yicha ham izlanib ko'ramiz. Xudo xohlasa ushbu video darsi oxirigacha to'liq ko'rganingizdan so'ng siz bemalol o'zingizga qanday printer kerakligini va taxminiy qancha narxlarga olishingiz mumkinligini aniqlashingiz mumkin bo'ladi. Avvalo printer tanlashda eng ko'p yo'l qo'yiladigan xatolarni ko'rib chiqsak, bu birinchidan ko'pchilik eng arzon printerni oladi. Boradi, 3 millionga bitta printer bor, 2 millionga ham printer bor. Ikkalasi ham ko'rinishi yaxshi. Eng arzonini oladi. Ikkinchisi sotuvchilarning gapiga kiradi. O'zi ahamiyat bersangiz, aytaylik faqat Samsung texnikalarini sotuvchilarga borib, Artel yoki boshqa firmani so'rasangiz, u yaxshi emas aka, undan ko'ra mana shu Samsung, mana shu model aqlliroq deydi. Lekin har xil modeldan sotuvchiga borsangiz, u tanlovlari boshqacha bo'ladi. Ya'ni sotuvchi har doim ham to'g'ri tavsiya bera olmaydi. Berishi mumkin. Siz bir nechta sotuvchilarni aylanib ko'rib, hammasidan har xil fikrlar olsangiz, o'zingizga bir xulosa yasashingiz mumkin. Men o'zim uchun yangi narsa xarid qilishda o'zimga yangi bo'lsa, mana shunday aylanib chiqaman, bozorni to'liq aylanaman, hammadan har xil tavsiyalar olaman, internetdan izlanaman. Shundan so'ng bitta modelni tanlab sotib olaman. Keyin yana bitta xato, faqat narxiga qaraymiz ko'pchiligimiz. Ya'ni arzonroq bo'lsin yoki aytaylik biz 3 million ajratdikmi, faqat 3 millionga yaxshi printer olishim mumkin deymiz. Balki bizga kerakli printer 2 millionga berar. Balki biz olayotganimiz uncha yaxshi emasdir, biz talabimizga mos kelmas. Va mana shu xatolar natijasida biz olgan printerimizni xarajatlari ko'p chiqishi mumkin. Aytaylik, qaysidir printerni oldingiz, uni siyohi noyob bo'lsa, qimmatga topasiz. Tez buziladigan qandaydir yaxshi firma bo'lmasligi mumkin va eng yomoni sizga kerakli funksiyalari bo'lmasligi mumkin. Endi oldin birinchi savol beramiz. Printer olishdan oldin men qancha chop etaman? Ya'ni printer oldingiz, printerning vazifasi qog'oz chop etish. Siz qancha chop etasiz? Oyiga 10 ta, 50 ta varaq, onda sonda bu narsa chiqarasizmi? Yoki juda ko'pmi, 300 tagacha yoki 300 tadan ko'pmi oyiga? Mana shu eng asosiy omil hisoblanadi. Chunki printer tanlashda hozir ko'rib o'tamiz. Onda sonda ishlatadigan bo'lsangiz, sizga sekinroq ishlasa ham bo'laveradigan modellari bor. Agar tez-tez chiqaradigan bo'lsangiz, nimadir hisobotlarni doimiy tarzda chiqaradigan bo'lsangiz, tezroq ishlaydigan printerlarni tanlash kerak bo'ladi. Ham desa, ham tezligi, ham xarajatlarini mana shu joyda hisobga olishimiz kerak. Endi printerning qanday turlari bor deydigan bo'lsak, asosiy 3 ta eng mashhur turlari bor. Bittasi mana bu kartrijli printer, kartrij quyiladi. Ikkinchisi ink tank, ya'ni mana bunday idishchalarda siyohlar bo'lib, siyohlar bilan to'ldirilib ishlatilinadi. Uchinchisi o'zimizda lazer printer. Bularning o'ziga yarasha xususiyatlari bor. Mana bu taqdimotdan ham o'qib olishingiz mumkin. Ya'ni buni arzonroq olishingiz mumkin, lekin siyoh qimmat bo'ladi. Mana buni boshlang'ich narxi qimmat bo'ladi, lekin chop etish xarajatlari arzonga tushadi. Lazer printer ko'p matnlar, hisobotlar chop etadiganlar uchun zo'r, lekin bu oq-qora chiqaradi. Shundan kelib chiqib tanlashimiz mumkin. Demak, mana shundan kelib chiqib biz tanlashimiz mumkinki, nima chiqaramiz? Rangli ko'proq chiqaramizmi yoki rangsizmi? Ranglida bitta yaxshi tomoni bor, oq-qora ham chiqarib beradi, lekin oq-qora rangli chiqarib bermaydi. Keyin o'zingizga savol bering, siz rangli ko'p chiqarasizmi, onda sondami? Onda sonda bo'lsa, siz uchun alohida bitta rangli printer olishingiz yoki rangli printerning o'zi bilan cheklanishingiz noto'g'ri, chunki rangli printer sekin ishlaydi. Mana bunday lazer printerga nisbatan bari sekin ishlaydi. O'shaning uchun sizga tavsiya etiladi, agar siz ko'p hujjatlar chop etadigan bo'lsangiz, oq-qora va onda sonda rangli chiqaradigan bo'lsangiz, oddiy mana lazer printer olavering, chunki sizni asosiy ishingiz bunda bitadi. Rangli narsalarni ko'chada chiqarganingiz sizga qulayroq. Chunki buni 3 millionga olib, oyda, yilda bir ishlatsangiz, mana bu siyohi bor, qotib qoladigan jihatlari bor. O'shaning uchun optimal variant tanlashga harakat qilish kerak. Endi O'zbekistonda eng ko'p tarqalgan turlari, eng ko'p tavsiya qilinadigan turi qanaqa? Bu albatta mana bu ink tank deganlar bor, siyoh tankli bo'ladiganlar bo'ladi. Bulardan Epson, Canon, HP'larni ko'plab tavsiya etishadi. Bularning yaxshi tomoni o'sha siyohni bir quyib qo'yasiz, ranglini bemalol chop etsangiz bo'ladi. Endi uy uchun qaysi printerlarni olish tavsiya etiladi? Xo'p, talabalar uchun boya aytganimdek referat hujjatlar bo'ladigan bo'lsa,
mos variantlar mana shu Epsonning arzon versiyalari bor. Canon'ni ham mana bu rangli chiqaradigan printerlari bor. Yoki mana bunday HP'larni ham oq-qorasini ishlatsangiz bo'ladi. Chunki ko'pincha referatlar oq-qora bo'ladi. Shu uchun rangli shart emas. Endi Wi-Fi funksiyasi bo'ladi ba'zi printerlarda. Buni men o'zimda ham bitta printer bor. Hozir video oxirida tanishtiraman. Qanaqa printer nimaga ishlatishimni aytaman. Wi-Fi printer emas, printerda Wi-Fi funksiyasi borligi yaxshi tomoni, siz masofadan turib ham o'sha ikkala printer bilan kompyuteringiz bitta tarmoqqa ulangan bo'lsa, chop etishga bersangiz, o'shani chop etib beradi. Yomon tomoni, siz boshqa tarmoqqa ulanib, printer boshqa tarmoqqa ulansa, bir-birini topolmaydi. Menda juda ko'p shu narsa kuzatiladi. Onda-sonda narsa chiqarsam ham shunaqa joylari bor. Keyin printerni Wi-Fi bo'lishi sal qimmatroq bo'lishi mumkin oddiyga nisbatan. Endi bu foydalanishingizga qarab, agar sizga biroz komfort kerak bo'lsa, narxdan qochmayman desangiz, Wi-Fi funksiyasi borini olishingiz mumkin, chunki bitta olasiz, ancha yillar xizmat qiladi. Keyin ko'radiganimiz skaner funksiyasi. Skaner funksiyasi, ya'ni printerda chop etishdan tashqari skaner qilish ham, kopiya qilish ham imkoniyatlari bo'ladi. Endi mana shu yerda men o'zimni tavsiya qiladiganim, skaner hozirgi paytlar kerak emas. Chunki telefonda juda ham zo'r programmalar bor. Camtasia bor, Office Lens deganlari bor. Men video ostida hammasini havolasini qoldiraman, ya'ni o'zim bilib, o'zim foydalanadigan. Ya'ni siz hujjatingiz bor, uni alohida printerga tashlab, uni skaner qilib, kompyuterga o'tkazib, kompyuterdan biror joyga jo'natganingizdan ko'ra, telefonda shunchaki rasmga olasiz, o'sha dasturlar uni skaner qilingan holatga yetkazib beradi. Shu uchun men o'zim skanerli narsa kerak emas deb o'ylayman hozirgi paytda. Lekin siz kserokopiya qiladigan bo'lsangiz, ya'ni nusxaladigan bo'lsangiz, sizga kerak bo'lishi mumkin. Endi hozirgi bozorda eng mashhurlari Epson, Canon, HP printerlari umumiy xalqaro reyting bo'yicha mana shunday baholanishgan. Endi bu umumiy bo'lgani uchun bunga juda e'tibor berish shart emas va eng ommabop modellarni ko'rib chiqamiz. O'sha Epsonning L3250, Canon 3410 va boshqalari bo'ladi. Hozir biz uni internetdan ko'rib chiqamiz. Balki mana modellarning hammasi ham bizda bormasdir, balki ba'zilar qimmatdir. Endi sotib olishdan oldin nimalarni tekshiramiz? Boya aytganimdek, Wi-Fi modul bormi? Wi-Fi modulni ichini olmoqchimisiz? Wi-Fi'ni tekshiring. Skaner bormi? Skanerni. Keyin siyohini surishtiring. Qancha turadi? Siz aytaylik 2 millionga printer oldingiz, lekin uni siyohi 500 mingdan bo'ladigan bo'lsa, undan ko'ra 2 million emas, 3 millionga printer olingda 200 minglik siyoh bo'lsin. Chunki printerdan ko'ra siyoh ko'proq olinadi, chop etishga qarab. Keyin servis markazlari bormi? Ya'ni printeringiz buzilib qolsa, tuzatsa bo'ladimi? Qaysidir bir Xitoy modelini olib, uni tuzatadigan yo'q, hech kim servis qilmaydi, zapchast topolmasangiz bo'lmaydi. Va oxirgisi kafolat muddati bormi? Shularga e'tibor berishimiz kerak. Va o'zim ishlatadigan printerlar, o'zim deyarli printer ishlatmayman, ishxonada ham, uyda ham. Buni onam o'qituvchi bo'lgani uchun onamga olib berganman. Keyin olganmiz. Mana LBP 6030 degan modeli. Qo'pol aytganda eshakdek ishlab beradi. Zo'r, tezligi yaxshi. Onda-sonda bitta yangilaysiz 500 tacha listga yetadi. Narxi to'g'risi esimda yo'q, qancha bo'ldi buni olganimga. Hozir internetdan ham bir ko'ramiz. Va keyingisi, onam o'qituvchi bo'lgani uchun rangli narsalar, o'qishga oid turli xildagi bolalarni qiziqtiruvchi narsalar ko'p chiqargani uchun ularga mana bunaqa adashmasam Pixma 3430 edi. Pixma so'zi bor edi, Canonniki. Tepadagi ham, pastdagi ham Canon. Chunki printer bo'yicha men Canon top deb o'ylayman. Izlangan paytlarim ham shunday xulosaga kelganman. Shunday qilib, mana biz printer tanlash bo'yicha nazariyani ko'rib chiqdik. Keling endi birozgina internetdan izlanamiz. Ya'ni narx-navolari, biz bozorda qanaqa borliklarini. Buning uchun shunchaki Google'ga kirib printer narxlari desak ham chiqadi. Endi olayotgan joyingiz, hozir biz ko'rayotgan narxlar shunchaki tanishuv uchun. Chunki Mediaparkdagi narxlar bozordagidan qimmatroq bo'lishi mumkin. O'zimdagi vahshiy qimmat bo'lishi mumkin, ideyadagi boshqacha narx bo'lishi mumkin. Shunchaki biz tanishib ko'rib chiqamiz. Bozorda arzonroq bo'lishi mumkin. Keling, bir nechtalarini ochamiz. Ideyani ham ochib ko'ramiz. Texnomartni ham, Asahi, mana ishlaydimi, yo'qmi ko'ramiz. Mana bu sahifa bizni aldabdi. Keyin ko'radiganimiz MFU degani 3 tasi birda. Ya'ni printeri ham bor, skaneri ham bor, bu yoqda kserokopiyasi ham bor. Bu yoqda ham asosan 3 ta model bor ekan, HP, Canon, Epson. Ko'ramiz, mana bular boya aytganimdek eshakdek ishlab beradi, oq-qora chiqarish uchun. 1,5 million, 1 million 700 bo'lyapti. Mana bu rangli chiqarish uchun. Mana bu tank orqali, ya'ni quyasiz, siyohini quyasiz. Buni zapravka qilish oson. Bunga
narigi modeliga bilish kerak uni. Mana ular oson. Shuni idishchasini olib kelasiz, yog'larni quyasiz. Agar havo kirib qolsa, shunchaki shprits bilan chiqarib yuborsangiz bo'ladi. Endi bu narxlarni ko'rishimiz bizni hozirgi vaqt bo'yicha balki keyinchalik o'zgarishi mumkin, lekin siz metodni istalgan yilda ishlatishingiz mumkin. Demak, biz oq-qora printerlarni 1.600.000 larga olishimiz mumkin ideyadan. Balki bo'lib to'lashib berar, bilmadim. Lekin yaxshi modellar HP mana bu uchalasini o'zi ham yaxshi model hisoblanadi. Rangli printerlar 1.900.000 ekan. Bitta jihati bor, rangsiz printerlar ranglidan ko'ra ko'proq qimmat bo'ladi. Sababi bular ko'p talab bor, bular kamchilik oladi. Shuning uchun shu joyiga hayron bo'lmang. Agar siz printer bozoriga borib surishtirsangiz, mana bular bunga nisbatan qimmatroq bo'lsa, hayron bo'lmang. Xo'p, 1410 bizni printerimizni ko'ramiz. 3410 da adashmasam. 3410 yo'q ekan, lekin mana yerda 3416 bor ekan. Menimcha shunga o'xshash 2.200.000 desak bo'ladi. Demak, narxlari oldinga nisbatan anchagina arzonlashganday tuyulyapti. Ana shu yerdan siz o'zingizga taxminan qancha pul bilan bozorga chiqishingiz kerakligini aniqlab olsangiz bo'ladi. Keyingi ko'rib chiqamiz. O'zbekcha Texnomartni ko'ryapmiz. Pixma 2040 Цветной. Bu 3 в 1 bo'ladi. Ya'ni kopiyasi ham bor, skaneri ham bor. Bular ham shu narx 2.600.000, 3 millionlarga bor ekan. Mana bizning model 2.600.000 bo'libdi hozir. Bilmadim, men 2 millionga oluvdimmi yo qimmatroq oluvdimmi, to'g'ri eslolmadim. Xo'p, mana shunday qilib saytlardan o'zingizga kerak bo'lgan narx-navoni, parametrlarni ko'rishingiz mumkin. Shular asosida printer tanlashingiz mumkin. Agar printer tanlash bo'yicha savollaringiz bo'lsa, video ostida izohlarda yozib qoldiring. O'ylaymanki, printer tanlash bo'yicha qandaydir sizga bir tushuncha, yo'nalish bera oldik. E'tiboringiz uchun tashakkur. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha sog' bo'ling. Kanallarimizga a'zo bo'lishni unutmang.